Bugun sizlar bilan erkak urug'ini tahlili haqida gaplashamiz, ya'ni spermogramma analiz tahlili. Spermogramma analiz tahlili VOZ bo'yicha tekshiriladi. VOZ bu Butunjahon Sog'liqni saqlash jamiyatini qisqartirilgan abreviaturasi. Spermogramma analizini bugun tahlil qilib chiqamiz. Birinchi o'rinda ahamiyat berayotganimiz bu hajmi. Hajmi har doim 1,5 millidan kam bo'lishi kerak emas. Ikkinchi ko'rinishi 1 millida spermatozoidlar soni 15 milliondan kam bo'lishi kerak emas. Uchinchi ko'rinishi umumiy soni, ya'ni erkak urug'ini bir marta chiqargan evakuatsiyasida spermatozoidlarning umumiy soni 39 milliondan kam bo'lishi kerak emas. Va yana bitta ko'rsatkichi bu harakatchanligi. Harakatchanligi har doim 32%, ya'ni to'g'riga qarab harakatlanadigan spermatozoidlar 32% dan baland bo'lishi kerak. Va yana tirik spermatozoidlar 58% dan past bo'lmasligi kerak. Morfologiya 4% dan past bo'lishi kerak emas. Evakuatsiya chiqish vaqtida sperma hajmi agar 1,5 millidan kam bo'lsa, bu gipospermiya deyiladi. Va 1 milli, ya'ni 1 tomchi urug' suyuqligida spermatozoidlarning soni 15 milliondan kam bo'lsa, bu oligozospermiya deb ataladi. Oligozospermiyaning urug' sonining kamayishining sabablari juda ham ko'p. Gipofiz bez funksiyasining buzilishi, gormonlar o'zgarishi, endokrin kasalliklar, qalqonsimon bez kasalliklari va yana sizda tana, ya'ni vaznni oshishi urug' soni kamayishiga olib keladi. Ikkinchi sababi urug' harakatchanligi 32% dan past bo'lsa, bu asilizospermiya deyiladi. Ya'ni to'g'riga qarab harakatlanadigan spermatozoidlar harakati pasayishi. Sabablari: birinchi sababi bu mayaklarda va prostatada yallig'lanish kuzatilsa. Yana bir sababi bu oksidativ stress, ya'ni oksidlanish stressi deb ataladi. Organizmda zararli molekulalar ko'payib ketish natijasida organizm kurasha olmaydi va buni natijasida spermatozoidlar shikastlanadi va buni oqibatida spermatozoidlar harakati pasayadi. Bu ROZ analizi bo'yicha tekshiriladi. Bunda ROZ analizi har doim yuqori chiqadi. Yana bir sababi immunologik sabablar, ya'ni Martez analizi yuqori chiqqanda urug' harakatchanligi pasayadi. Buni keyingi videolarimda Martez qanaqa analizligini tushuntirib o'taman. Keyingi ko'rinishi urug' sifati, ya'ni morfologiyasi. Agar morfologiyasi 4% dan past bo'lsa, bu teratozospermiya deb ataladi. Asosiy sabablardan biri bu siydik yo'ldagi kuchli yallig'lanishlar, mayakdagi qon aylanishining buzilishi, haddan tashqari issiq sharoitda ishlash va yana o'sha sabablar, ya'ni vaqtida dam olmaslik, ichish, chakish, zararli odatlaringiz hammasi urug'ingizni harakatchanligiga, urug'ingizni sifatiga, urug'ingizni soniga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi.